Assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan kompyuter tarmoqlari bo'yicha 3-darsimizni boshlaymiz. Demak, bugungacha bo'lgan birinchi, ikkinchi darslarda kompyuter tarmoqlari dasturlari uchun kerakli bo'ladigan asosiy dasturimiz Packet Tracer tarmoq simulyatorini Windows operatsion tizimi va Linux operatsion tizimlarida o'rnatishni va o'tgan darsimizda demak birinchi tarmoq ssenariyasini qilib ko'rgandik. Ya'ni qayerdan demak kompyuterlar, qayerdan demak router, switchlarni olib kelib qo'yishlarini ko'rgan edik. Demak, oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, demak shu YouTube'dan ko'rayotgan kanalingizni tanlasanizlar, demak bu yerda boshqa darslarni ko'rishlaringiz mumkin. Agar qoraqalpoq tilidagi darslar kerak bo'lsa, demak qoraqalpoq tilida ham darslarimiz bor. Demak, asosiy darsga o'tamiz. Packet Tracer'ni qanaqa yuklashni o'tgan safarda, ya'ni Linuxda nima qilganda, o'tgan safardan boshlab Linuxda ishlayapmiz. Ubuntu distributionida o'rnatib olgan bo'lsanizlar, Packet Tracer komandasi orqali demak biz Packet Tracerni ishga qo'shamiz. O'tgan darsimizda demak sizlar bilan bitta lokal tarmoqni oldik, ya'ni 192.168.25.0 ya'ni /24 ko'rinishida yoki bo'lmasa 255.255.255.0 ko'rinishida demak tarmoq maskasini orqali demak bu tarmog'imizning adresi, demak bu tarmoqdan bizlar foydalandik. Bu yerda har xil foydalanuvchi qurilmalarni qo'ydik va bularni bir-biriga ulashimiz uchun demak pastdan demak network devices, ya'ni tarmoq qurilmalari ichida demak ikkinchi subkategoriyasi dan demak switchlar, kommutatorlar orasidan demak switchni, kommutatorni tanlab va bularni asosiy copper straight ya'ni to'g'ri bog'lanadigan ERJ45 simlarimiz bilan ulab oldik va bularga IP adreslar berib chiqdik. Bugun ham bu ishimizni davom etamiz. Masalan, bu ishimizni davom etishimiz uchun olaylik, bugun masalan ikkinchi switchni olib kelamiz, ya'ni ikkinchi lokal tarmoq yaratamiz va ular orasida bog'lanishlarni muhokama qilamiz. Ya'ni xuddi shunaqa 2960 ko'rinishdagi kommutatorni olib kelamiz va juda ko'p emas. Masalan, aytaylik, bu serverni bu ikkinchi lokal tarmoqqa qo'yamiz va bu yerda boshqa kompyuterlar bo'lsin, boshqa kompyuterlarni demak bu yerga bitta kompyuter yetarli bizga hozircha. Endi biz switchni bu ikkinchi switch orqali ulasak, masalan, bu yerda xohlagan portimizga ulashimiz mumkin. Masalan, aytaylik, biz birinchisida turaversin va ikkinchi kompyuterimizni ham xuddi shunaqa bu yerda fast ethernet porti orqali bu yerda ikkinchi portimizga oladi. Endi switch bilan switchning orasida demak ikkita demak har xil etajlar deymizmi yoki bitta binoda demak har xil etajlarda alohida switchlar bo'lsa, demak bu switchlar birlashib uchun alohida bir sim bilan ulaymiz. Masalan, aytaylik, ikkita narsani demak aytmoqchi bo'lganim, bu yerda gigabit ethernet sal tezroq ishlaydi, ya'ni switchlar orasida demak gigabit ethernetdan foydalanganimiz yaxshiroq. Har doim gigabit ethernet 0.1.0.1 bo'lishi shart emas. Buni demak xohlaganiga ulashimiz mumkin. Masalan, 0.2 ga ulashimiz mumkin. Lekin bir xil chiqishi uchun 0.1 tanlasak ham bo'ladi. Okey. Demak, sal rang-baranglik bo'lishi uchun demak bu yerda 0.1, bu yerda 0.2 portlarga uladik. Bu yerda hech qanaqa nimasi yo'q. Qattiq qolgan qoidasi yo'q, lekin ko'pincha administratorlar demak bir xil portlarni standart ulashga harakat qiladi. Endi bizda masalan bu kompyuterimiz, masalan PC2, biz bu yerda bularni nomlarini o'zgartmagan ekanmiz o'tgan safarda, menimcha o'zgartganda edim.
demak o'tgan safarimizda demak talabalardan so'raydigan narsam demak bir-biridan ajratib turish uchun masalan o'zingizning ismingizni yozing va demak bu yerga PC1 va bu yerga buni ham demak ismingizni yozib undan keyin buni ham demak PC2 sifatida foydalansa bo'ladi va buni ham demak bu yerga ham ismingizni yozib undan keyin buni ham demak PC3 desa demak bizga bu kompyuterimiz bunga ham ismingizni yozib turib demak mening kompyuterim deb nomlasangiz bo'ladi personal kompyuterdir va bunga ham mayli ajratib turishi uchun ismingiz demak bunga buni keyinchalik web server qilib foydalanamiz shuning uchun web server qilib turaveramiz va switchlarga ham nom berib ketganimiz yaxshi masalan bunga ham ismingizni yozasiz va bu yerga masalan switch 1 xuddi shunaqa mana bu yerda ham bu hozir yozib chiqayotganlarimizning hech qanaqa tarmoq sozlamalarga nimasi aloqasi yo'q, faqat bu yerda foydalanuvchi uchun ko'rinib turishgan bir-biridan ajratib turishi uchun, ya'ni bu switch 1, switch 2 bir-biridan ajratib turishi uchun shunaqa nomlab oldik. Va endi biz bu 3-darsimizda asosiy nimamizga keladigan bo'lsak, ya'ni buni faylimizni qayta nomlab olsak bo'ladi. Demak, ikkinchi dars qilib turgan ekan, demak uni 3-dars qilib qayta nomlab olamiz. Demak, 3-dars qilib qayta nomlab oldik. Bu yerda maqsadim ya'ni ikkita lokal tarmoq orasidagi aloqalarni sozlash. Endi bu yerga masalan bunga butkul boshqacha masalan 172.16 aytaylik 25.0 va e'tibor beringlar bu yerda 24-nimani yana qaytadan olyapman. 255 va 0. Demak, boshqa tarmoq bo'lsin. Endi bunga shu nimada demak shu lokal tarmoqda masalan 11-nimani berib ko'ramiz. 11-adresni beramiz. Ya'ni kompyuterlarga IP adreslarni o'rnatishni o'tgan darsda ko'rgandik. Bu yerda ham xuddi shunaqa demak desktop menyusiga kirib IP configuration application shuni tanlab va bu yerda 172.16.25.11 IP adresini beramiz. E'tibor beringlar, bu yerda 172.16 deganimiz agar qoidasi bo'yicha ishlatadigan bo'lsak, o'zi standartlarda klasslar bo'yicha nima qilganda, demak bu 16lik tarmoq moskvasiga to'g'ri keladi, lekin biz buni hozir bizning misolimizda 24 bitli tarmoq moskvasida ishlatyapmiz. Shuning uchun 255.0 qilib qo'yamiz. Demak, buni biz IP adreslar qo'yib bo'ldik. Endi bu endi tarmoq administratorlari va uning demak ishlash prinsiplariga bog'liq. Demak, shunaqa har xil IP adreslardan foydalanishimiz mumkin, har xil lokal tarmoqlar. Endi bu kompyuterimiz boshqa lokal tarmoqda, bu kompyuterimiz boshqa lokal tarmoqda. Endi oldingi darsimizda ko'rgandek, bir kompyuterdan bir kompyuterga ma'lumot almashishni ko'ramiz. Masalan, o'tgan darsimizda ping komandasi orqali, ya'ni ping komandasi orqali 192, 168, 25, 12, ya'ni bu kompyuterimiz 12, 11, 12, 13 qilib belgilab olgandik o'tgan darsimizda. Shunaqa qilsak, demak bu nima qiladi? Agar men o'rnatgan bo'lsam, okey. Demak, bu to'g'ridan to'g'ri o'tgan darsimizdagi simulation emas edi. Shuning uchun to'xtataman va tekshirib ko'raman. Demak, bunga demak IP adreslar, demak bunlarga hali IP adreslar berib qo'ymagan ekanman. Demak, o'tgan darsimizda qilgan ishlar saqlanib qolmagan. Okey. 25.11 qilgandim va undan keyin bunga demak o'tgan darsimizda 192, 168, 25, 12 qildik. Va bunga
O'tgan darsimizda 192, 168, 25, 13 qilgandik. Okey. Endi boyagiga qaytamanda command prompt orqali ping komandasini yuborib ko'ramiz. Ya'ni ping 192, 168, 25, 12 ga qaytadan terib ko'ramiz va mana aloqa borligini ko'ramiz. Undan keyin endi biz boshqa tarmoqdagi bu kompyuterimizga masalan ping komandasi orqali 172, 16, 25, 11 IP adresga ma'lumot yuborib ko'ramiz. Lekin bu yerda ma'lumotlar yetib bormaydi. Chunki bu boshqa lokal tarmoqda. Bizga agarda darslarimizni kuzatayotgan boshqa talabalar demak nima uchun bo'lmayotganini darhol bilsa kerak. Ya'ni bizga bu har xil lokal tarmoqlarni bir-biriga ulashimiz uchun router, ya'ni marshrutizator qurilmasi kerak bo'ladi. Uning uchun biz to'g'ridan-to'g'ri razmin routerni olib kelib qo'ymayman. Lekin bundan oldin yana bitta paket tracerning imkoniyatlaridan bitta imkoniyatini aytib ketmoqchiman. Ya'ni by default, ya'ni biz paket tracerni ishga qo'shgan paytimizda umumiy holda bizda real time rejimida ishlayapmiz. Paket tracerda esa simulation rejimi ham bor. Ya'ni bu bizga har qadamdagi proseslarni bitta-bitta ko'rish imkonini beradi. Masalan, kundalikli hayotimizda masalan internetga kirib, masalan navigatordan yoki brauzerni ochib, biz adres qatoriga masalan Google yoki bo'lmasa yoki xohlagan saytni ochganimiz paytda Google yoki cisco.com ni ochgan paytimizda demak biz qandaydir bir rocket, ya'ni request yuboramiz. Ya'ni serverga biz zaпрос yuboramiz va bu server bizga javob tayyorlab yuboradi. Bularning hammasi demak tarmoq protokollari yordamida amalga oshiriladi. Bu tarmoq protokollari va qaysi proseslar bir qadamma-qadam hammasini demak kuzatishimiz mumkin. Ya'ni ko'rib turgan hammasini emas, endi ko'pchiligini paket tracer orqali kuzatishimiz mumkin. Masalan, mana bu yerda ko'pchilik protokollar keltirilgan, shularning hammasini kuzatishimiz mumkin. Lekin bularning hammasini biz hozir bu 3-darsimizda kuzatib o'tmaymiz. Shuning uchun buni hammasini olib tashlaymiz. Bu knopkasini bossak hammasini olib tashlaydi yoki bo'lmasa hammasini ko'rsatadi. Hammasini olib tashlab turib, bizga kerakli bo'lgan asosan masalan ICMP, ya'ni ping komandasini ishlatgan paytimizda bizda ICMP protokoli ishga tushadi va ICMP paketi yaratiladi va ICMP echo paketi yuboriladi va ICC reply qaytib keladi. Okey. Demak, bundan tashqari ARP protokoli bor. Buni keyingi nazariy darslarimizda tushuntirishga harakat qilaman. Hozircha bu ARP protokoli Address Resolution protokoli va bu tarmoqda foydalanuvchi qurilmalarining, ya'ni har qanday qurilmalarning demak IP adresi va MAC adreslari orasidagi mosliklar yozilgan jadval desak bo'ladi. ARP table, ARP jadvali. Ya'ni ARP protokoli shu mosliklarni topish uchun ishlatiladigan protokol. Ya'ni buni hozir misollarda ko'ramiz. Demak, ikkitasini ko'ramiz. Masalan, men bunga ma'lumot allaqachon yuborgandim va shuni qaytadan yuborib ko'raman. Masalan, sal tushunarliroq bo'lishi uchun demak, boyagi 11 emas, 12 ga yuborib ko'raman. Masalan, 12 ga yuborgan paytimda menda ya'ni qadam-qadam endi ko'ramiz. ICMP paketini yaratdi va buni masalan switch orqali, kommutator orqali bu kompyuterga yuboradi. Ko'rib turganingizdek, bu kompyuter va bu kompyuter bular allaqachon bir-biri bilan aloqa qilgandi. Shuning uchun bu switchimiz, demak, kommutatorimiz qaysi portga bu IP adres, ya'ni izlanayotgan IP adres ulanganini bildida va bunga to'g'ridan-to'g'ri yubordi. Va bu ham demak javobni to'g'ridan-to'g'ri shu kompyuterning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri demak javob orqali demak ikkita kompyuter bir-birini aloqa qiladi.
Endi qaytadan real time o'tib turaman va simulation o'taman. Endi keyingi amalimiz, keyingi ishimiz, ya'ni bu yerda keyingi ishimiz shu komandani o'zini endi PC3 ga, ya'ni 3-kompyuterimga yuborib qo'yaman. 3-kompyuterimga yuboraman. Lekin bu birinchi kompyuter 3-kompyuter bilan birinchi marta aloqaga chiqmoqchi bo'lganligi uchun bu kompyuterning IP adresini to'g'ridan-to'g'ri bilmaydi. Ya'ni qaysi qurilmaga tegishli ekanligini bilmaydi va shuning uchun ARP protokoli yordamida qaysi qurilmada bu IP adres borligini bilib oladi. Ya'ni fizik adresi, ya'ni MAC adresi orqali, ya'ni qurilmalarimiz hamma kompyuter tarmoqlarida qurilmalarning hammasi, demak bitta lokal tarmoqda hammasi fizik adreslari, ya'ni MAC adreslari orqaligina bir-biri bilan aloqa, ya'ni ma'lumot almashishi mumkin, aloqaga chiqishi mumkin. Ya'ni bu kompyuter bilan aloqa qilishi uchun demak ularning MAC adresini bilish kerak bo'ladi. Demak, birinchidan bu hozir shu komandani yuborgan paytimizda ko'ramiz. Masalan, shu komandani terdim va enterni bosishim orqali bu birinchi o'rinda ICMP paketini yaratdi, chunki bu ping ICMP paketini yaratdi. Va undan keyin bir vaqtning o'zida bu ARP protokoli ham o'zi demak ma'lumotni yaratdi. Endi ARP xabarini yaratdi va ARP bu diffuziya, ya'ni broadcast qiladi, demak tarmoqqa hammaga ma'lumot yuboradi. Kimning adresi 192.168.5.13 bo'lsa, menga javob beringlar. Agar tarmoqda shunaqa odam bo'lsa, menga javob beringlar deb. Ya'ni bu masalan bitta sinfda shuncha talaba o'tirgan bo'lsa, masalan 30 ta 20 talaba o'tirgan bo'lsa, kimdir kirib kelib paloncha kim desa, demak shu faloncha demak turib shunga javob beradi. Xuddi shunaqa va undan keyin demak faqat shu odam bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qiladi. Xuddi shunaqa shunda bu yerda ham ishlaydi. Masalan, mana demak bu switchimiz, kommutatorimiz qabul qiladi va kommutator hammaga bu xabarni yuboradi. Ya'ni faqat bu yuborgan odamdan tashqariga hammaga yuboradi. Ya'ni tarmoqda bu demak oldi, lekin bunga tegishli emas, bekor qiladi. Faqat buning o'zigina javob beradi. Lekin bu switchimiz ham demak bu hozir keyingi qadamda bu switchimiz bularga ham yuboradi. Lekin bunisi demak o'zi bunga javob qaytarishni boshlaydi. Demak, bu bunga javob qaytaryapti, lekin ko'rib turganingizdek bular ham bekor qildi. Faqat bu kompyuterimiz mening IP adresim shu deb javob beradi va undan keyin borib turib bu kompyuterimiz faqat shu bilan aloqa qiladi. Okay. Bu demak o'tgan darsimizda qo'shib ketishimiz mumkin bo'lgan ARP protokoli edi. Ya'ni tarmoqda bitta lokal tarmoqda bir-biri bilan ulashish uchun shunaqa qiladi. Hozir bu simulation modni, ya'ni simulation rejimini ko'rsatishdan maqsadim boshqa. Ya'ni maqsadimni hozir bilasizlar. Endi buni qayta to'xtatib turaman. Masalan, endi qaytadan simulation o'tib olamanda. Endi boyagi 172 adresiga, ya'ni bu yerdagi ikkinchi tarmoqdagi bu PC4 ga ma'lumot yuboramiz. 172 16 25 11 va buni yuboramiz. Endi qarab ko'ramiz. Mana simulation modda qarab ko'ramiz. Demak, bu yerda ARP protokoli ishga tushmasdan ham bu ICMP paketini yuborishni bu nima qiladi? Bekor qiladi. Ya'ni qarab ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu kompyuterning o'zi bunga bu ma'lumotni yubormadi ham. Ya'ni ARP, ya'ni kimga tegishli ekanini so'rab ham o'tirmadi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri buni bekor qildi. Chunki bu yerda bu kompyuter buning demak tarmoq adresi bor, bunga o'rnatilgan. Ya'ni 192.168.25.11 va bu tarmoq maskasi bilan o'rnatildi. Demak, bu kompyuter o'zining tarmoq adresini
hisoblash mexanizmi bor, ya'ni tarmoq qaysi tarmoqqa tegishli ekanini darhol hisoblaydi tarmoq maskasi orqali va biz muloqot o'rnatmoqchi bo'lgan, ya'ni aloqa o'rnatmoqchi bo'lgan bu kompyuterning tarmoq adresini nima qiladi? Demak, bu tarmog'iga tegishli emasligini hisoblaydida va shu orqali demak bu mening ya'ni bizning lokal tarmog'imizga tegishli emas va menda ya'ni agar menda demak lokal tarmog'imizdan tashqaridagi qurilmaga ma'lumot yuborishim kerak bo'lsa, menga demak router kerak bo'ladi. Ya'ni menda default gateway yoki standart shuz kerak bo'ladi. Agar shu narsalar o'rnatilmagan bo'lsa, bu darhol bekor qiladi. Demak, mana buni misol nima uchun bekor bo'layotganini analiz qilib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bosib ko'rsak, demak, bu nima qiladi? ICMP paket yaratildi. Ya'ni ping process starts the next ping request. ICMP request xabarni tayyorladi va yuborish uchun demak quyi qatlamdagi yubordi. Ya'ni OZ modelida quyi qatlamdagi yubormoqchi bo'lyapti va undan oldin demak buni kim yuborayotgani, ya'ni source IP adres kiritilmagan, shuning uchun source IP adres, ya'ni kim yuborayotganligi haqida xabar, demak buni o'zining adresini yozib qo'yadi va undan keyin qarab ko'radida, ya'ni 172.16.25.11 bu demak mening lokal tarmog'imga tegishli emas, ya'ni subnetga tegishli emas va undan keyin bu broadcast adresi emas, ya'ni diffuziya adresi emas va menda default gateway'im menda sozlanmagan, ya'ni konfiguratsiya qilinmagan default gateway'im yo'q va shuning uchun men bu paketni bekor qilaman degan xabar turibdi. Demak, bunaqa holda demak kompyuterlarimiz router bo'lmasa yoki default gateway bo'lmasa, bu xabarni boshqa lokal tarmoqlarga yubora olmas ekan. Boshqa o'zining lokal tarmog'idan tashqariga yubora olmaydi. Shuning uchun routerning vazifasi, mana birinchi vazifasini topdik. Demak, birinchi vazifasi bu lokal tarmoqdan tashqari bo'lgan har qanday tarmoqlarga ma'lumot yuborishimiz uchun kerakli bo'ladigan qurilma. Ya'ni bu qurilma router qurilmasi. Okey, mana bu yerda router qurilmasini demak tarmog'imizga olib kelamiz. Masalan, aytaylik 4331 modelni olib keldik va buni endi bu tarmog'imizni endi routerimizga ulashimiz kerak bo'ladi. Va demak tarmoqlarimiz router orqali ulanishi kerak bo'ladi. Demakki, bunday qilib ulashimiz kerak bo'ladi. Endi bunaqa ulashimiz kerak bo'ladi. Real time qaytib turaman. Demak, bu routerimga endi IP adres berishim kerak bo'ladi. Okey. O'tgan darsimizda mana bu nimalar qo'yib olamiz. Masalan, bu 11-kompyuter, bu 12-kompyuter va bu 13-adresni oldi. Endi demak routerimizning ikkita demak interfeysi, ikkita porti, ikkita lokal tarmoqqa ulangan. Bizga demak bu lokal tarmoq uchun demak bu lokal tarmoqdagi IP adresdan bittasini berishimiz kerak. Endi tarmoq administratorlar orasida ikkita nima bor? Masalan, ikkita toifadagi administratorlar desa bo'ladi. Ya'ni yoki eng birinchi, ya'ni bu tarmoqdagi lokal tarmoqdagi eng birinchi adresni yoki bo'lmasa eng oxirgi foydalanishi mumkin bo'lgan adreslarni berishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, biz eng birinchi adresni beraylik. Masalan, bunga ham birinchi adresni beramiz va bunga ham birinchi adresni beramiz. Ya'ni bunga 192, okey, men bu yerda qo'shimcha yana yozaman. Lekin kerak emas narsa, ya'ni 192, 168, 25, 1 degan adresni beramiz. Bu yoqda esa 172, 16, 25, 1 degan IP adres beramiz. Demak, bu yoqda bunisi, bu yoqda bunisi, demak ikkita IP adres berishimiz kerak. Va undan keyin demak bu routerimiz bu ma'lumotni olib, demak bu to'g'ridan to'g'ri ulangan tarmoqlarga routerimiz to'g'ridan to'g'ri ma'lumotni yuborishi mumkin bo'ladi. Ya'ni routerning ikkita qo'li bo'ladi, ya'ni ikkita interfeysi. Bu interfeysdan olingan ma'lumotni bu interfeysga bemalol yuborishi mumkin bo'ladi. Ya'ni buning uchun biz
okey. Avval routerni sozlanishimizdan oldin, demak, boyagi joyda, ya'ni kompyuterimizda desktop menyusida IP configuration qilgan joyimizda, bu joyda biz o'tgan darsimizda aytdik, IP adreslarimizni hali to'liq kiritmadik deb. Ya'ni mana bu yerda default gateway, ya'ni bu tarmoqning, ya'ni bu tarmoqdan chiqib ketishimiz mumkin bo'lgan eshikning yoki darvozaning adresini berishimiz kerak. Default gateway. Ya'ni gateway deganimiz bu darvoza degan ma'noda, ya'ni chiqib ketish darvozasining IP adresini berishimiz kerak bo'ladi. Shuni berishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda routerimizning asosiy nimasini bildik. Birinchi vazifasi, demak, birinchi vazifasi default gateway bo'ldi. Ikkinchi vazifasi, demak, har xil routerimiz, demak, shu har xil lokal tarmoqlardagi, demak, qurilmalarni bir-biriga ulash uchun qo'llanilgan qurilma ekanligini bildik. Okey. Shu joyda endi darsimiz sal cho'zildi. Shunda ham routerni sozlashga nima qilib ketamiz. Okey. Paket tracer orqali sozlayotganimiz uchun to'g'ridan-to'g'ri, demak, paket tracerning imkoniyatlaridan foydalanib, routerning operatsion tizimiga kirib, bu yerdan, demak, sozlab ketsam bo'ladi va bularni keyingi darslarimizda, nazariy darslarimizda tushuntirishga harakat qilaman. Masalan, birinchi nimamiz, demak, router sozlashi. Keyingi darsimizda asosiy 4-darsimiz router imkoniyatlari bo'yicha bo'ladi. Shu paytda kengroq to'xtayman. Hozircha bu yerda no deb turib, faqat tezroq bitta interfeysini o'rnatishni ko'rsatib ketaman va keyingi darslarimizda qanaqa komandalar terayotganlarimni va ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Demak, IP address, bu yerda interfeysimizga kirib olishimiz kerak. Masalan, Gigabit Ethernet 000. Demak, IP address 192.168.25.1 IP adresini beramiz. Demak, bu adresni bergan paytimizda bu adresimiz qaysi tarmoqqa tegishli ekanligini ham aytishimiz kerak. Ya'ni qaysi tarmoqqa tegishli ekanligini qanday qilib aytardik? Buning uchun bizga tarmoq maskasi kerak bo'lar edi. Demak, bu orqali biz bu lokal tarmoqni, demak, bu interfeysni berib oldik. Va undan keyin bu interfeysimizni demak, aktivlashtiramiz shundoq orqali va xuddi shunaqa amallarni ikkinchi tomonga ham qilamiz. Demak, bu yerda interfeysimizga kiramiz. Interfeysimizga Gigabit Ethernet 0.0.1 ga kiramiz va bu yerda ham xuddi shunaqa IP adresni 172.16.25.1 255.255.255.0 va undan keyin buni ham, demak, shutdown qilamiz. Demakki, biz tarmog'imizni yaxshi sozlab oldik va keyingi darsimizda routerni sozlamalarini hammasini boshlab ko'rsatishga harakat qilaman. Hozircha tez qildim, chunki cho'zib ketdi. Endi faqat bunga ma'lumot yuboradigan bo'lsam, hozir ko'rasizlar. Masalan, simulation rejimiga o'tirganim yaxshi. Masalan, 172 ga qaytadan yuborib ko'raman. Endi bu ma'lumotim nima qiladi? Agar yaxshi e'tiborga qo'yayotgan bo'lsangizlar, ko'rishingiz mumkin. Bu ma'lumotim asosiy nimagacha yetib boradi. Xudo xohlasa, demak, routerning IP adresini topib oldi. Demak, bundan bu kompyuterimizgacha yetib boradi, yoki ARP proseslar ketyapti va nihoyatda bu ICMP paketim PC4 ga boradi, lekin PC4 buni qaytarib yubora olmaydi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, PC4 ma'lumotni qabul qilyapti, ya'ni ping requestni qabul qilyapti-yu, lekin buni javob qila olmayapti. Chunki bu nima ekan? Bunda hali default gateway, ya'ni standart shluz hali o'rnatilmagan. Demak, standart shluzning, ya'ni default gatewayning ahamiyatini, routerning birinchi vazifasi, ya'ni birinchi, ikkinchi vazifalarini bilib oldik, demak, bu darsimizda. Ya'ni buning uchun biz bu yerda
IP bu yerda demak default gateway'ni 172.16.25.1 ya'ni routerning mana bu interfeysining, ya'ni bu tarmoqdan chiqib ketishi uchun bo'lgan interfeysining demak adresini berishimiz kerak edi. Endi qilib ko'rsangizlar, masalan, xohlasanizlar shu rejimida masalan, demak endi shu amalni bajarsangizlar, demak bu bunga yuboradi va bu bunga javob qilib, demak javob mana keldi. Endi qarasak, bu kompyuterimizda nimadan birinchi ma'lumotimiz yetib keldi. Demak, 3-darsimizda shu yerda to'xtatamiz. 3-darsimizda asosiy ko'rgan narsalarimizdan bittasi paket tracerning imkoniyatlari, ya'ni simulation rejimini o'rgandik va router, ya'ni marshrutizator qurilmamizning nima uchun kerakligi va uning birinchi, ikkinchi vazifalari aytildi. Ya'ni bu birinchi vazifasi har qanday demak har qanday shu tarmoqdagi qurilmalar uchun, lokal tarmoqdagi qurilmalar uchun default gateway vazifasini bajaradi va ikkinchi vazifasi demak har xil demak tarmoqlardagi ikkita har xil lokal tarmoqdagi qurilmalarni bir-biriga ulash uchun kerakli bo'ladigan qurilma deb tushunsak bo'ladi hozircha. Demak, 3-darsimizda routerlarni asosiy demak operatsion tizimlarni va boshqa tushunchalarni o'rganishga harakat qilamiz. Demak, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar darslar yoqayotgan bo'lsa, pastda like belgisini bosib, subscribe qilib qo'ysanizlar, keyingi darslarimiz qolgan paytda birdaniga xabardor bo'lib turasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.